Leximizin davamı bugün çislağa 2024 yıl 1 ayının 16. gün haftığı seyşembe vatandaşım. Endeki leksimiz bundak. Bu leksiyenin mavzusunu ben okuyayım sizge. Tayvan'dı yani Tayvan'dı mı xatarlik? O yani partlaş karakterlik kızık nokta aylandı. Bir adı o degende Filipinli köz üstü vatıdı ötenler. Mavzulu haber 1. ayının 15. gün Vanvitor beti ilan kılın. Haber mındak başlandı. Bu materyal süptü bir körübütün bu ne? Tayvan halkı Leyçingdeni prezident kılıp tallap algandın kiyen Tayvan'dan Amerika bilen Jungo oturusida partlaş noktası oylanışı belgelenip boldu. Demek Leyçingde Tayvan'da prezident pop saylandı. Endilikte meyli işler nazik bolsun, meyli mürekkep bolsun, meyli hazır bolsun veya hiçsin. Bugünkü Tayvan'daki saylam Leyçingde'nin prezident pop saylanışı Amerika bilen Jungo oturusudaki Tayvan meselesi endilikte partlaş karakterlik bir nokta bulup belgelenip oldu. Cenub'nun Sahara gazeti Şangay, Hong Kong 16. günü mında haber kıldı. Uzundan beri Beijing hakimiyet beşideki partiye Demokratiya Terakkiyat Partisi'den namzat bulup sayılış mümkünlüğü boğan Leyçingde'ni tanqıtlap geldi Jungo matbuatları, yani Jungo Kompartiyası. Ahırda saylam yakılışmagan nemi dedi bizlerge sözüldük vatandaşım. Bu katemki saylam Tayvan'daki uruş yaki tenişlik. Demekçi Leyçingde Tayvan'da prezident bop saylandıgan bolsa uruş. Eğer başka partiyle mesela Kuomintang Partiyası yaki Avam Partiyası Pırala Parti saylandıgan bolsa tak yok. Biroq Tayvan halkı kimni tanlap oldu? Yani Demokratiya Terakkiyat Partisi Leyçingde'ni tanlap oldu. Uruş yoki tinchlik esingizde bolsa vatandaş. 13. günü Tayvan'da ötkazildi saylam. Uruş ve tinchlik o'tirisidagi tanlash bekitildi. Çünkü Kompartiyası bekitdi ve vaziyet hem şunda bekitdi. Demek bugün ondaqda Leyçingde saylandı. Senin gepinçi Jungo Kompartiyası Tayvan boğuzudu uruş. Uruş buludu. Yaki Jungo Kompartiyası uruş kozgaydı degen mümkünlük o'ttirg'i çıktı. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Agar Beijing hozirla Tayvanga besim ishlatish yo'lini tanlab oladigan bo'lsa, Amerikaning texmi qattiq inkos qaytarishga haydakchilik qilgan bo'ladi. Navbatda Arliqda harbiy besim ishlatib keldi. Tayvan savdogarlarına qo'g'lib o'tishi yo Tayvanga eksport qiladigan biliq nima ashliq bu mahsulotlarni cheklash, Tayvan yezilik mahsulotlaridan Jungoga kirishini cheklash, bu saylam mezgili shu ishlarning hammasini qildi Jungo vatandaş. Endi hozir uning besimi asosligi savdo sohasidagi besim. Agar bu besim avzaylab yoki cho'ng'iyib, jiddiylashib bir xarakterga yoki bir tusga kiradigan bo'lsa, o çağda Jungo Kompartiyası o'zining musha harakati orqali Amerikaning Tayvan bo'g'zi vaziyatiga inkos qaytarishiga haydakchilik qilgan bo'ladi. Jungo Kompartiyası o'zi haydakchilik qilgan bo'ladi. Hozir Tayvan to'g'risida xabarlar butun dunyoning axborot sohasini egallab ketdi. Baş haber Tayvan to'g'risida xabarlar. Bununla agishlarında qaranga Jungo bilan Filipinning Janubiy dengizdagi so'rkilishi jiddiylashishga boshladi. Axborot Tayvan to'g'risida ketyapti dunyoda. Bunun keyin hozir Filipin bilan Jungoning Filipin taqim orollardagi jiddiy munosabatlar texmo keskinlashishga boshladi.
Yani ikinci bir kızık noktaya aylandı. Bu yer hem şunda kızık nokta bulup Filipin tayarlanıp kelevatıdı. Küçüler. Bunda hesapladı. Filipin uzundan beri dostu Amerika'nın kolluşuq erişip geldi. Bu yerde tokunuştun 101 iş hatırı endi davamlıq örleydi. Hem örleyevatıdı. Tayvan qaratkanda mesela heydekçilik kıldı Cungo Kompartiyası üzü. Tayvan boğuzuğu nisbeten Amerika bir inkas qaytırış derecesi gelip geldi. İkincisi hem de Cungo'nun Filipin bilen boğan münasibeti mi? Amerika'nın dostu hesaplanğan Filipin için aytkanda bu vaziyet mi Amerika'nın qıstap gelişke bağlıq buludu yoki Amerika'nın qıstap geliş tertibiga kirib keledi. Hem Tayvan boğuzu hem Filipin takım aralları. Cungo Deniz Armiyası mutaxassisliği yakında Janubi Cungo denizde tokunuş yüz bergendi mındak görsetdi. Tokunuş bulup durdu o. Yüz bergendi mındak görset. Janubi Deniz Tayvan boğuzudan xatarlik. Janubi Deniz hazır Filipin münasebetlik bu vakalarga qarşı deydi bu Deniz Armiya generali Cungo'nun Filipin takım aralları meselesi, Janubi Deniz meselesi Tayvan boğuzudan xatarlik. 2016 yıldan beri Amerika bilen Tayvan'ın münasebeti özlüksiz çoğun kuruluşup geldi. 2016 yılı Prezident Tsai Ing-wen hakimiyetki çıktı. Şundan başlayıp siz bizimle görüşüp geldik, hem sözlep durduk bulanı. Hem mesela Tayvan bilen Amerika'nın münasebeti çoğun kuruluştu. Beijing ilgilik hukuku xaris kıldığı dep hesapladı. Amerika, Tayvan ikisinin münasebeti çoğun kurulaşkan seri Beijing burayında. Tayvan boğuzu da Amerika Cungo'nun ilgilik hukuku xaris kılıvatıdı dep qaradı. Endilikte yani şunun münasebetlik bir mavzu aslında kelgen bir haber. Bu ketim endi Beijing qattiq. Texama qattiq nersiga suvaldı. Mavzulu haber 1. ayının 15. günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlar. Filipin Devlet Müdafaa Ministeri 16. günü mundaq ko'rsatdi. Filipin oldimizdagi birinchi faslda Yaponiya bilan bir kelishim imzolab, ikki taraf o'z davlat tavaligida qarshi tarafning askariy qismlarini turg'izishga ruxsat qildi. Endi bu nima deymiz? Qanot kuchaytirish so'zimiz bilan vatandosh ala sharing deymiz. Mesela Amerika bilen Filipin oturusu kelishim to'g'risida 9 orolni yoki 9 harbiy bazani Amerikaga echib berganligini, hozir Amerikaning 4 harbiy portni qo'llanishga boshlaganligini yaqinda bir xabarlarda 2 kun bo'ldi bu xabar yetkazilmadi sizlarga. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati armiyasi hozir Pearl Harbor portidan Filipin oralig'iga yiqildi. Energiya yo'tkashga boshildi vatandosh. Buning ma'nosi nima? Endi qo'yaylik, Filipin bilan Amerikaning munosabatini bu yerda qo'yib turaylik. Endi kelaylik, Yaponiya bilan Filipin kelishim imzolab, har ikki davlat birining territoriyasida qarshi tarafdan yoki Filipinning Yaponiyada yoki Yaponiyaning Filipinda askariy qismlarni turg'izishiga ruxsat qilish kelishimi imzolaydi birinchi fasl. Mush birinchi ay, ikkinchi ay ichida Filipin bilan Yaponiya shunday kelishim imzolaydi. Endi buning eg'irlik darajasini Cungo'ning meydan turib baholab beqinga vatandosh. Yaponiya askariy qismlarining chet elga chiqishi, harbiy ishlar bilan chet elga chiqishi ruxsat yo'q. Agar ruxsat bo'ldigan bo'lsa, Cungo sakraydi, chiqanshiydi. Yaponiya o'zi qo'g'dinish nazoratining chet el bilan harbiy qurol-yarog' savdosi qilishiga ruxsat yo'q. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, Cungo Kompartiyasi sakraydi, chiqanshiydi. Yaponiyaning 9-modda asosiy qonun o'zgartish huquqi yo'q. Yaponiya kirolmaydi. Urushga kirishga ruxsat yo'q. Urushga kirolmaydi.
Endi bu kelişimni nima deymiz vatandaşlar? Agar Filipin bilan Yaponiya o'rtasida mush kelishim imzolansa, Yaponiya askariy qismlarining Filipinda turishi ruxsat. Kelishim bo'yicha askariy qism avatida Filipinga, Filipin ham Yaponiyaga askariy qism avatida mana kelishim. Endi buning Jungo Kompartiyasi qanday muomala qilish mumkin vatandaş? Jungo Kompartiyasi bir kesel ezelden bildik vatandagi vaqtida bildik, hozir davomli ishlayapti bu kesel. Nima desa, gapni aldirab og'izdan chiqarib dedi ekan. Sen bir ölçübilib, sen bir bilib, o gapni og'izdan chiqargandan keyin shu ishni cho'qim qilishing kerak. Bu erkakning ishi bo'ladi bu. Yoki bir davlatning ishi bo'ladi bu. Gapni og'izdan chiqarib qo'yib, bu ishni bejiramsan, nim bo'ladigan gap xalqaro diplomatiya sahasida çoğ devletler münasebeti jarayonida o'zining obrazini to'kib lata bo'lasan degan gap. Nima? Sen hozir qarishtirib kelding, Yaponiya askari chiqarishga bo'lmaydi, Yaponiya uni qilishga bo'lmaydi, buni qilib. Mana hozir kelar shu fasl yoki oldimiz shu birinchi faslda mush yilning Yaponiya bilan Filipin kelishim imzolaydi. İki devlet o'zaro askar avatib, askar turg'izdi. Endi nima deymiz, bay Tayvandanmi xatarlik yoki Tayvan bo'g'zidanmi xatarlik bir vaziyatga savol de Jungo yoki do'qurishib qoldi Jungo. Vaziyatning eg'iri hozir Filipin taqim orollari yuz berdi. Mana gapning ma'nosi mana mush yerdan chiqyapti vatandoshim. Şu hozir Filipin o'zining atrofidagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytiryapti. Jungoning tajovuzchilik harakatini qorishtirish uchun shunaqa kuchaytiryapti. Filipin davlat mudofaa ministri Tedor internet bexatarligi yig'inida muxbirlarga bunday ko'rsatdi. Filipin yaqinda Kanada bilan ham shunday hamkorlik eslatmasi imzolashni planladi. Birinci fasıl iki devlet Filipin için tünüki Yaponiya on dep bulduk. Yani Kanada bilen mi? Avval esletme karakterle kelişim. Onun ikinci Yaponiya okşar. Mesela Filipin Kanada'da asker turguzdu. Kanada Filipin'de asker turguzdu. Bu vaziyetine kandak düşünmez vatandaşım. Tayvan boğazının vaziyeti ahırlaştı, saylam tügüdü. Endi bundan keyin taraqqiyotga qaraymiz. Ona az degandek, yana Filipin rayonida vaziyat bu darajada o'zgardi. Nima deymiz? Bu yerda hozir Filipin ham, Yaponiya ham, Tayvan ham o'xshashli Amerikaning do'sti vatandoshim. Bu davlatlar hammasi Amerikaning do'sti. Filipinning prezidenti Marcos nima dedi? Vezir, Yaponiyanın veziri Fumio Kishida bilan ko'rishganda Amerika, Filipin, Yaponiya hamkorligining, ittifoqdoshligining, do'stligining bir ayni uchun dedi Marcos muhimligini ta'kidladi va intayin muhim deb hukm qildi vatanda. Yaponiya bilan Filipin o'tgan yili 2023 yıldan başlapla şundaq bir kelishim imzolashga tayyorlik qilib bo'lgan edi vatanda. Endi hozir Tayvan saylami oxirlashdi. Filipin qiziq nuqta bo'lib tayyorlandi. Yoki Jungo Kompartiyasi bu qiziq nuqtaga usib oldi. Bir narsaga usib oldi, ya tog'i yoki muzdog' birisiga usib oldi. Vaziyat mana shu. Endi Jungo Kompartiyasining o'zining ichki qismini aytsak, bugun Sushavxa nima dedi? Sushavxani tillab turdi Xitoy tordoshlari, o'zining tordoshlari. Sushavxa bugun nima dedi? Jungoda iqtisodiy krizis bormi? Yo'q. Sushavxaning xulosasi. Undan keyin hozir Jungoda iqtisodning taraqqiyoti to'xtab qoldimi, chekindimi? Yo'q. Sushavxanim deb xulosa qildi. Jungoda iqtisod
uzul kesel, gumran boldu. Şoňa bu ýerde krizis degen näse mawjud emas. Şoňa tarakky kılmady, toktap kaldy degen sözüňmi? Bu ýerde hiç kanda orny ýok. Çünkü iktisat tamam gumran boldy diýdi. Ondan vaziyet beşide yetişim gerek idi. Hazır isim geldi. Unutup kaptım bu ya. Bu kadar Tayvan'ki saylamda bir gayri ahval oturuğu çıktı vatandaş. Ben ötken sizlerden bigentim Jungu Shinbin degen bir torbet payda bop kaldı digentim. Bu torbetki hammasi kirdi. Mesela Limu Yang kirdi, Maju kirdi, Aynak televiziyasi kirdi. Hammasi. Bunun içinde Amerika ovozi mi bor? Hem bunun içinde Ümit sadası mı bor? Muşlarning hammasi Jungu haberler yak axborati degan tor betida kollektiv holda obzor yezish, obzor e'lon qilish faoliyat e'lon qildi vatandaş. Endi shu qarab turing, sizga bizga g'ayri to'g'riligiga tuyuldigan bir ish. Bu qatam Tayvanda saylam o'tkazilishining g'oribsida Tayvanga yetib kelgan kishilar qarab turing. Wang Gongyi Tayvan Şanganglı sodigar, Amerikalı Şangang otur sodigarlik bir sodigar. O sodigar anandan Li Yiping Kanadada Xitoy demokratik obzorchi. Anandan Wu Jianmin YouTube'da ko'rib turibsizlar. Andı sani chiqadi bu odam tiz emas, jiddiy emas Wu Jianmin. Anandan yoshli odam Tang Jingyuan. Wei Yuning dunyoga nazari ayol kishi. Andan Dayu obzorchi. Bola 4 kişi. Aradaki ayrım halda yana Winzhou deydigan birisi. Ben bunu yaman set görme bu adamın. Nimiş kadesiniz bir vakti bir şirketim leksiya sözlep Şinjan Uygur Abdunum rayonunda Uygurlar kapsizlik kıladigan bolsa Kazak ile Uygur'un oturusu ziddiyet selinler dep aşkarı sözlügen nime bu? Winzhou degen. Lekin bu kadar muş adamların hamısı Wen Rong. Anda Rongyanın nazardaki Wen Rong. Muşlarning hammasi dalmış saylam harpsida Tayvanda payda boldi ya vatandaş. Tayvanda payda boldi. Tayvan hozirgacha taklif qilgan ishga odam. Biri Tiananmen o'quvchilarning rahbari Wangdan. Onu 8 yil turganligidan xabarim bor. Uningdan keyin ishlardan xabarim yo'q. Uningdan keyin Örkash davlat Muşu iki kişini Tayvan'a taklif kılgan idi. Ular Tayvan'da oturdu. Yakka Tayvan greydanlık öttü mü, ötmedi mi bunu bilmeyim. Turgan idi. Ondan başka Jungu'nun dangdar ziyalileri, hareket kılgan, iş kılgan ziyalileri Amerika'da birbirlep alemde öttü vatandaş. Bu dangdar adamlardı. Bunun içinde Liu Zhifu degenimiz o Tayland'da mı, Singapur'da mı şeye tutturdu. O bir iki katım sahneye çıkıp sözüldü, onun da gayip olup gitti. Şu kişinin mi Tayvan'a taklif kılmagan idi. Hatta Jungu'nun en dangdar ziyalisi Jimribo, Halk gazetinin tahriri, baş tahriri boğan Liu Bingyan, ikinci katımlık sadakat, ya ikinci katımlık sadakat degen danglık haber edebiyatının apturi. Bunu mu Amerika'da turdu, Tayvan taklif kılıp meye kiling demedi vatandaş. Anandan keyin bular mı kalışmaydigan yana bir kişi, o kim desiniz? Wang Leji. Wang Leji degenimiz Tiananmen vakası teşkilligen uyuşturgan kişi. Tayvan bu kişinin Beijing'deki Amerika konsulda elçixanasida toluk 1 yıl tuğan kişi. Toluk 1 yıl tuğan kişi ki Yaponiya diplomatik hizmet işlep Jungu'ga şunun ile Yaponiyanın yardımı arkalık Amerika Qo'shma Shtatlar bu kişini Beijing'deki baş elçixanadan elip çıkıp Fransa'ya gelip geldi. Fransa'dan Amerika'ya gelip geldi. Muşu kişinin mi Tayvan bir qatam taklif qilgan emas vatandaş. Ondan keyin üçüncüsü Wang Rouwang. Bu Wang Rouwang nayeti kalemi küçlük obzorchi, adabiyot odami, adabiy tanqid, estetizm bilan shug'ullanadigan odam. Mushularnimi Tayvan o'ziga bir ilmiy doklad berish kim taklif qilmagan edi vatandaş.
Anandan keyin Lizixo degan bu siyosiy ko'z qarashi farqli bo'lib, Jungodan qochib kelib Amerikada siyosiy panohlik tilagan odam. O estetika olimi, ya'ni güzellik tadqiqoti, adabiyotga munosabatlik hamda boshqa umumiy pallaga, falsafa, estetizm ya estetikalik falsafaga munosabatlik odam. O kishi Amerikada turdi. Bulardan hech qaysisini Tayvan chaqirib, belki bir piyol choy ichinglar demidi vatandoshi. Bugün qarang, men boshda aytdim-ku, Tang Jingyiwen, Wen Rong, Vivu, Li Yiping, Wang Gongyi, Shangang Hong Kongluk, Hu Jianmin, bu Kompartiyani qattiq tanqidlaydigan. Mushu odamlarning hammasini saylam boshlanish bilet tashlashdan ilgari Tayvanga elib bordi. Bular Tayvan prezident mahkamasini ziyorat qildi. Shu yerdan qaytib kelib, hozir hayojonda bir nimalarni yezyapti. Velrong deganimiz bizdan sizlarga deydigan Rongyanning ko'z qarashi degan bu obzorchi hozir nima yozibdi, nima mavzu qo'yibdi desa, Tayvan, men seni ko'rdim, men yana boraman. Tayvan sen yana bormasan bo'lmaydi debdi. Endi hayojonlanib Tayvan jamiyatidagi erkinlik va yoki ochiq yo'riq bir kayfiyatdan bular hammasi ta'sirlandi degan gap. Amaliyotda bu demokratiyani Tayvanda Amerika yaratdi-ku vatandosh. Tayvan demokratiyasi hozir navbatda bir saylam demokratiyasi. Şu demokratiyani Tayvanda Amerika yaratdi. Bugun men sizga hayronman deganim, bu demokratlarni nemishqa Tayvanga taklif qilib qoldi. Burunqi demokratlarni Tayvan hech qachon chaqirmagan edi-ku. Men sizga qo'ydigan savolim mana shu. Anda yana bir xabar, bir jumla shuni aytay vatandosh hozir. Şangang'da 01 gazeti bir maqal yazıptı. Maqalada hazır Ukrayna haberleri xalqaro jamiyatda aziyib qoldi deydi. Bundan keyingi taraqqiyoti qanday bo'ladi? Keyin ko'ramiz vatandoshlar. Bugungi leksiyalarimiz bu yerda oxirlashdi vatandoshlar.